Usta bu qanday ekan? Devona chami? Bunaqasi bo'lmagan-a? Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Ayrton Fayzullo Xo'jayevga 2 boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik. Apparatlar chotki ishlayapti. Bu penaning chiqishi, aktivniy ximiyaning chiqishi aniqrog'i. Nima san, buni chiqishini qarang. Bu oddiy suvda qilingan pena, tayyorlangan pena, magic penamiz. Nima san. Usta bu qanday ekan? Devona chami? Bunaqasi bo'lmagan-a? Bay. O'ralib qoldingiz-ku usta. Shoshilinglar. Super. Klass. Nega? Bu bizning pult upravleniya, pultimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, barcha funksiyalar ishlayapti, gatov holatida. Shuningdek, ichkarini ochamiz. Ichkarida har doimgidek onlayn monitoring platforma o'rnatib berganmiz. iPhone yoki smartfonlar orqali skachat qilinib, dunyoning qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar onlayn monitoring qilib bilasiz platani. Shunaqa xususiyati bor Raptor R7 Armeniya, Yerevan. Kupriyapriyomningiz NV10 har doimgidek o'sha original United Kingdom kupriyapriyomningni ishlatamiz. Pul tanlamaydi, muammo qilmaydi. Hozir bunda biz VIP kartani qo'yib ishlatyapmiz. Ya'ni moyka egasi uchun free modda barcha funksiyalar tekin ishlatilyapti. Ya'ni pul solmasa ham ishlayapti. Bu bizning tex pomishcheniya xonamiz. Tex pomishcheniya xonaga e'tibor bersangiz, hammasini joylashtirdik va zimniy klapan ham qo'yib qo'ydik. Zimniy klapan nimaga bilasizlar? Qishda suvni chiqarish uchun kompressor orqali suvni chiqarish uchun moslama. Buni hech kim qo'ymaydi, biz qo'yib ketamiz. Har bitta boksga qo'yamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu boksga ham qo'ydik, bunisi boksga ham qo'ydik. Biz har doimdek pompamiz RA201 Italiya oilasi, Verti3 Italiya, Total Stop ham Italiya. Pistolet qo'yaversa motor pompa o'chadigan tizimni, ya'ni moyka egasiga tokni ekonom qilib beradigan tizimni yoqib berdik. Har bitta ximiya uchun akkuratni tortdik, ximiyalarni yozib berdik, chiroyli qilib berdik. Elektr shitlar yonbiqinda joylashdi. Ikkita boksniki ham xonacha original holatda ishlayapti. Pistoletlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, ST2300 germanskiy pistolet, uchidagi forsunkasi esa Tekomeg Italiya. Original pistoletlarni ishlatyapmiz. Pena pistoletiga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, Germaniya ST2300 original, uchidagi nasadkasi esa italyanskiy, pena nasadka hisoblanadi. Tepadagi konsolimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, konsollarimiz ham original konsol hisoblanadi. Konsollarda ham muammo yo'q, kirib chiqadigan original konsol hisoblanadi. Shuningdek, ushbu moykaga osma pilsosni ham olib kelganmiz. Osma pilososimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, original, maxsus pilosos. Buni o'ziga xos xususiyati yana bir tarafi 8 metrlik qovurg'a ishlangan. Qovurg'a ishlangan 8 metrdan ham chang tortganda muammo qilmaydi. Shuningdek, bu yerda xaltasi qopi pastda bo'ladi, motori tepada bo'ladi. Suv tortganda ham motori namlanib, buzilib qolmaydi. Original pilosos hisoblanadi. Bunga ham 1 yil garantiya berganmiz, xuddi apparatlardagidek. Rafiq aka, mana 2 boksli samomoyka apparatni, pilososni, ximiyalarni qo'yib berdik. Sizga apparatlarimiz yoqdimi aka? Yo'q. Apparatlar chotki ishladimi? Ishladi. Mo'yzam pro jamoasiga fikrlaringizni bildiring. Hammasiga zo'r rahmat. Baraka topinglar. Rahmat.